Voy jonim, bu daqiqani men naqd 1 yil kutdim. Vivo X300 Ultra Mix Mobile'da bugun obzorda iplosi bo'ladi. Komplektidan telefonda o'zi 100 wattlik golovkasi chiqar ekan. Bu ona nima yur. Hamda bitta kabeli. Tugadi. Ona nima yur. Chexolni qaranglar. Voy asal, jonkadachi bu. Telefonda atrofi metallitskiy, kamera bo'lsa prosta kallamdan ham katta ekan. Displey keladigan bo'lsa 2K LTPO AMOLED, akalari 144 Hz, Vivo X200 Ultra'da bo'lsa 120 Hz da. Katta o'zgarishlar bo'libdi bunda. Batareykasi naqd 2 kunga yetadi. 6600 mAh batareyka 100 wattlik zaryadkani qabul qiladi. Voy jonim, protsessori Snapdragon 850 Gen 5, 3 nanometr. Voy asal, eng zo'ri-yu bu. Zoomni ovozini eshityapsizlarmi? Haqiqatan kamera fonlar qira olishi bo'ladi. Telefonni zoomini qanchalik yaqinlashtirmanglar, umuman sifat buzilmaydi. Chunki bu Vivo X300 Ultra. Voy jonim, akalar 4K 120 fps lik videolarni shunaqangi tiniq darajada olib beradi. iPhone buni ko'rsa yig'lab yuboradi. Umuman kачество buzilmaydi. Eng qizig'i 105x yaqinlashtiradi. Bu telefonni sotib oladigan bo'lsanglar, iPhone'ga prosta tupurib qo'yasizlar. Endi bo'lsa bu telefonda olingan rasmlarni ko'rib chiqib, o'zingizlar bir baho beringlar. Avf. Telefon suvda ishlaydimi? Albatta ishlaydi. Besprovod nazoratga qabul qilamiz. Albatta antennasi qanaqa juda zo'r. Displeyi gap bo'lish mumkin emas. Nima kamchiligi bor o'zi bu telefonda? Hozir aytaman. Bu telefonni sotib olsanglar, kamida rus tilini bilishinglar kerak. Chunki bu telefonda o'zbek tili umuman yo'q. Ikkinchi kamchiligi juda qo'pol va qizib ketadi va eSIM o'qimaydi. Faqatgina SIM karta o'qiydi. Va oxirgi kamchiligi bu telefon sizda yo'qligida. Agar buni sotib oladigan bo'lsangiz, hayotingiz naqd 200 gradusga o'zgarib ketadi. Ishona olmasangiz mendan so'rang. Xullas kalom, ashi gap. Dunyodagi eng kuchli kamerafon kerak bo'ladigan bo'lsa, Vivo X300 Ultra'ni sotib oling. Agarda siz krutoy bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu telefonni sotib oling. Agarda iPhone'dan zerikkan bo'lsangiz, uni o'rnini bosadigan telefon topolmayotgan bo'lsangiz, ushbu telefonni sotib oling. Agarda sizda bu telefondan bo'lsa, yana bitta sotib oling jigar. Chunki bu 5 martalab sotib olishingizga bemalol arziydi. Eng qizig'i bu telefon O'zbekistonga rasman kirib kelmagan. Faqatgina zakaz asnosida Xitoydan olib kelib beramiz. Hozirgi kunda narxlari $1220 12256 taliklari X-Mobile Telegram kanalida sotilyapti. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Dunyodagi eng kuchli kamerafon bu albatta Vivo X300 Ultra. Avf.